Qozog'istonda yuzlab bolalar kana chaqishidan zaharlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning bahor fasli boshlanishi bilanoq Qozog'istonning Olmaota viloyatida yashovchi 100 ga yaqin bola kana chaqishidan jabrlangan. Bu haqda shahar sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti yuqumli va parazit kasalliklarni nazorat qilish bo'limi boshlig'i Almash Ahmedov xabar berdi. Epidemiologiya mavsum boshidan buyon 186 kishi jabrlandi. Ulardan 89 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar. Barchaga travmatologiya punktida shoshilinch profilaktika o'tkazildi. Bu yil 1-martdan boshlab odamlar murojaat qilmoqda degan Almash Ahmedov. Uning ta'kidlashicha, chaqishdan keyin yordam so'rab murojaat qilganlarning 60% ortig'i ularning Almaota viloyatida orttirib olgan. Ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili virusli kana ensefalitining 3 ta holati, shuningdek kana borreliozning bitta holati qayd etilgan. Kasallanishlarning aksariyati tog'li hududlarda sodir bo'lgan. Infeksiya yuqtirish holatlarining atigi 4-5% park zonalariga to'g'ri keladi. Shahar ichida profilaktika maqsadida ishlar olib borilmoqda. Monitoring o'tkazmasida zararlangan kanalarni uchratmaymiz. Ular asosan tog'li hududlarda kuzatiladi. Virus qayerda aylanganini aniq bo'lishi uchun chegaralar belgilmoqda. Biz bu zararlangan kanalar allaqachon tushganmi yoki yo'qligini kuzatmoqdamiz, deya qo'shimcha qilgan Ahmedova. Uning so'zlariga ko'ra, virusga qarshi tadbirlar faqat shahar hududida amalga oshiriladi. Xususan, hudud egalari ushbu xizmat turini olish uchun hokimiyatga o'zlari murojaat qilishlari kerak, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.